Yaxshimisilar do'stlar? Men sizlarning yuz tuvan Xijiljon do'stinglar yonimdaman. Necha kundan yoki xalqaro oliy janoblar birlashmasining a'zolari kayni-kaynidan meni izlab kelib, mashinangizni ostroq haydsangiz bo'pti-kan, uydagi cho'nglar bilan kichiklarning sal besh qiyvatidi deydi. Bu yerda men sizlardan cho'nqur kechirim so'rayman. Kechiringlar. Shu kichik balanglarga telefonni ip berib, do'yingni tushirib qo'ygan gunoh menda bo'lgandan keyin qattiq xafa Shunlashqa, buningdan keyin men mashinamni to'xtatib, raketada uçmoqchi bo'lyapman. Okey, tamamlıq kino'rimizga qaytib kelaylik. Billa o'zining eski Lada mashinasini haydab, keyniga motorni besib, Yaqub Zapaschaqni izlab keladi. Yaxshimi Yaqubjon? Mavi motorim yaqinda yog'i sal shalaqshib kelyotidi. Xafa olmay uyab yerlarini ko'chlab baqamsiz? Albatta bo'ladi. Keling, birlikda ko'chlaylik. Masala bak ig'ir emas-ku, ha? Yo'qay. Fadungjining ichidagi iliq kirib chiqadigan iliq narsasi bor-ku, shu qurib ketibdi. Azroq mayli va saklanishadi. Onsab sizda iliq shaparangdan ayrilib ketibdi deydi u. Shu ko'nglim bak yerim. Menga bir xil sodda hech qanday maqsad yo'q, bir xil bow kerakdi. Bo'pti, u yaxshi bo'lgani. Bundaq mazgillarda shaparangdan jiroq turgan yaxshi. Yaqindan yaqin mening ko'nglim toza yaxshi emas. Kunda kechda qor besyotidi. Men bilan aralashib ko'ramsiz ya. O'zim qor bo'lganim bilan faqat odam bosmayman. Tovadan afkam, siz texi 16 yosh. Kichik to'yingizdagi tushgan pullarni tex xashlab bo'lmagansiz? Hammasini opam yelib olgan, cho'ng o'g'anda bermadi. Motosi o'ngshalgan Billa mayni kuchab dasab, xuddi dadisining silib qo'ygan yo'li bordek itilib chiqib ketadi. Hamda udul berib, toshqa usib, bosh ko'zini qon qilib etadi. Nim bo'lyapsiz xanim? Nega oldiraytdingiz? Yamarajoning iniq manganmi? Yaqub qattiq xapalaydi. Hamda maykasini silib, qinini surtib qo'ydi. Yaqubjonning Fransiya bo'lkisidek qonlashgan muskullarini ko'rgan Billa Yaqubjonni qaytadan tunigandek bo'ladi. Siz demishqa menga bunchalik kuyinsiz. Chunki bu bir layoqatlik Zapaschaqning qilishga tegishli majburiyatida. Bu gapdan ta'sirlangan Billa Yaqub Zapaschaqni kino ko'rishga taklif qiladi. Yaqub fursatni ching tutib Billaga taklif qo'ydi. Lekin Billa bo'lsa, sizning chechingiz belingizga kelib qopti, sizni olamtim sizga tegamtim deb rad qilib o'tdi. Qat'iy niyat kelgan Yaqubjon chechini kesib o'tdi. Endi shoy bo'psiz. Qaytadan danga iliq kepingizni endi o'ylashib baqay. Endi uxlab tush ko'ribsiz. Chechimni qisqartib ahlim uzun bo'ldi. Kelmasga ketdi bu ganjo. Bugundan boshlab men sana Yaqub Zapaschaq Billalarni tashlab qo'yib ketib qoladi. Bechora Billa yana qisib o'ltirmay o'rmonlikqa kirib oladi. Tuyuqsiz uning oldiga bir tuk besib ketgan Jangyo budulkisidan bir uchraydi. Oy Billa. Sen zodi kim? Men qon sho'rg'ichi Alvasti. Edward zodi nada? Tez et olmasa, men seni sho'rab maxtumsizlarda qilib etaman. Qattiq qo'rqib ketgan Billa besimga bardoshlik bermay, oxiri ig'iz ochidi. Meyto'ngringizni nereden aldınız? Nimda chiroyli. Darg'azabga kelgan Alvasti qo'lini ko'tarib kaçtı aşı changli salay deb turishiga o'rmonlikning ichidan tuyuqsiz 3-4 xashichi chiqib Alvastini qo'g'lib etdi. Bu ishdan ajablangan Billa Yaqubni izlab bormoqchi bo'ldi. Yaqubjonning uy ishlarini qilib charchab ketganligini ko'rib ish chaqirtgan Billa akisining kaçtığı changli saladi. Uyning kichigi, ishning kichigi deb shunchalikmi bo'za qilgan bormi? İştinin küçük olmay nima bu? Yaman qildingiz da Billa, va tez ketding ey, mav sarang uydan chiqmag'ili shikoyi bo'ldi, ish to'p ketdi ey, ma ishit. Billa oldidagi bu ishga qarab qattiq cho'chib ketdi. Hamda Yaqubga qarab yuguraydi. Voy Yaqub! Voy Yaqub! Yaqubjon o'qdek yugurib chiqib, yangi olgan kiyimlarini shitib tashlab, shundoq bir o'zgardiki, ishlar ichidagi Wang shohi Danshingo'ga o'zgardi. Ikki ishni o'zi uchun urushga silib qo'ygan Billa ikki yalang'och yigit bilan ularning uyiga bormoqchi bo'ldi. Bu kim bo'lib ketdi? Iliq shaparangning muhabdi. Yaxshimisiz shaparang qiz? Yaxshimi ishning kichigi? Meni tartinmay ishning xotini davring. Men mushlarning orasida birsiga tekkan, qaysiga tekkanim esimda qolmabdi qarang. Bu chaqda Yaqub Zapaschaq sirtdan osta mengib kirdi. Hamda Billani talog'i ochib, haqiqiy ahvolni tushundirdi. Amaliyotda ular bo'ri odam bo'lib, uzun yillardan yoki o'rmonlikning tinchligini qo'g'dab kelyotdi. Hamda shaparanglar bilan qat'iy chiqish olmaydi. Yig'ib aytganda, biz mushu o'rmonlikni qo'g'daydigan Wang bo'lamiz. Ha, endi tushundim. Siz meni qo'g'daydigan bir ishdan, ha? Shundoq deb tushensingizmi bo'ladi? Sizlar odatda bir-biringlarni purab o'ynamsizlar. Bir-biringlarning ta'tini puraydigan ish bormi? Yo'q, siz xato tushunmang. Biz xili madaniyatli kishilar. Ha.
Emiz tozliq uyi kirganda bir putingizni ko'tarib olamsiz. Ey, men nima deyapman, siz nima deyapsiz? Mening demoqchi bo'lganim, muhabbat degan bir cho'nqur dengiz. Siz ichiga cho'nqur cho'kkanda ondan kimning sizni haqiqiy yaxshi ko'rdiganligini bila olasiz. Ha, aslida cho'nqur cho'kish kerak ekanda. Yaqubning gapini xato tushungan Billa cho'nqur cho'kish uchun dengizga o'zini otdi. Yaqub zaposchoq o'zining haqiqiy zaposchoqlik rolini joriy qildirish uchun Billani yana qutqizib oldi. Ey jinim Billa, nim bo'layapsiz? Gap tushunamsiz, tushunmamsiz? Men tangni jiqishib olmagan bo'g'aytingiz. Men faqat suv o'ynay deb sakrab boqqan. Ey, bu yerda suv o'ynigicha uyga qaytib turibingizni o'ynang. Yaqub, qaytib kel. Opang seni go'mishlar bilan o'ynamasin deydi o. Oq ko'ngil Yaqub Billani uyga opirib qo'ydi. Billa uyga kirish bilan ko'z oldida Edvardning singlisi Alisni uchirtib qoldi. Tova, Billa, siz o'lmabsiz-ku. Siz polo yigini kelganmi? Yo'q, mening demoqchi bo'lganim, men sizni suvga sakrab olganingizni aniq ko'rgandim. Oy, nima deydigansiz? Men jiboqanda qilmagan ya. Men shundoq kelgusida bo'ldigan ishlarni ko'ralaydigan yomon xotin-da. Bir adash, sen bir xil ish buraysan-ku. O pirmidi, men piravatime. Villalni ishit, men sutamgicha ayvalloqchi ush. Oy, siz xaparang. Tuxumdan chiqqandek aqlsiz-ku. Billar, Edvard sening dardingda ishqiy proqiy bo'lib o'lib olmoqchi bo'lyapti-du. Viyay, amsi men hozirla boray yeniga. Bu xabarni anglagan Billa darhol yo'lga chiqmoqchi bo'ldi. Meni tashlab ketmang. Men sizni yaxshi ko'rman-ku. Yaqubjon, siz saqlab turing. Men berib, u meni jujuya qilib etsa, qaytib kelib yana sizni izlayman. Billa Aliz bilan Edvardni izdigini bordi. Maydonning o'ttirda ottaqqa qaqinayotgan Edvardni ko'rgan Billa yugurib berib quchoqlab oldi. U ahmaq. Nimishki bunda qilasiz? Fang shay shong surmay taloqqa chiqsangiz, teringiz kuyib ketsa qanday qilasiz? Jinim, terimning kuyikidan yuragimning kuyiki yomon. Edvard Billani ilib birlikda o'zining boshlig'i bilan ko'rishdi. Shaparanglar guruhining boshlig'i Arif bu muhabbatga qattiq qarshi turdi. Sen uning bilan muhabbatlashsang bo'lmaydi. Bu odam sening yemekliking. Sen qachon odamlarning lag'man bilan muhabbatlashganini ko'rgan? Edvard bu hukmga qoyil bo'lmaydi. Hamda nochilik qilmoqchi bo'ladi. Bu andin ikki qachot yeb yuzidagi findilari tushib ketgandan keyin shu zaman miyovli bo'ladi. Bu chaqda Billa o'zining uni haqiqiy yaxshi ko'rdiganligi, uning uchun o'lishga rozi ekanligini aytadi. Hamda o'zining shaparanga o'zgarishga rozi ekanligini so'zlaydi. Shaparanglar boshlig'i Arif bo'lsa, hozirgi jamiyat ko'rmagan bu shumlar nimani o'ylaydigan tong yo'qilisha menga deb ketkizib o'tadi. Edvard Billani shaparanga o'zgartish uchun ilib mangan yo'lda to'satdan Yaqub zaposchoq mashinaning oldini to'raydi. Gapni aniq qiling. Bugun menga turamsiz yo uningmi? Jinim Yaqubjon, men sizni yaxshi ko'raman. Chin qalbimdan yaxshi ko'raman. Lekin men uni yaxshi ko'raman. Chin qalbimdan yaxshi ko'raman. Shunglashqa siz meni yaxshi ko'rgandan keyin mening yaxshi ko'rgan narsamni cho'qim yaxshi ko'rishingiz kerak. Undaq shaxsiyatchilik qilmang. Mening pok suygimni hammanglarga tava. Chunki men pok suygimni qo'yib etdim havoga. Terib olsun suygi izlab yurganlar. Bo'ldi bas. Men bildim. Endi Yaqub zaposchoq kelmasga ketdi. Men ishdamas, balki bo'ra. Isit sana qilgan aqidam. Buningdan keyin yana seni sevgindigan bo'lsam, ish bo'lib ketay. Yaqub kayniga burilib, hav deb qo'yib ketib qoladi. Billa nimishqa Edvardni tanlaydi. Filmning inchkalariga diqqat qiladigan bo'lsak, Edvardning oilasi bir cho'ng jamoat bo'lib, necha yerda zimini bor, qo'ngida mashinasi bor. Yaqub bo'lsa, Saratga bir eski uyi qota traktori bilan kiyim olgudek puli yo'q akalardan boshqa hech nimasi yo'q edi. Bizning Billa mushundaq ishlarga diqqat qiladigan qiz bo'lami? Yo'q, eng muhimi shuki, shaparanglar bilan to'y qilsa, uzun umr ko'rishdan boshqa mangu go'zal ruxsarni saqlab qola oladi. Ha, nima degan ulug' muhabbat bu? Mana bu haqiqiy chin sevgi-da. Shuning bilan bu kinorimizni oxirlashdi. Alohida eskartish. Yigitlar, muhabbatinglar mush kinoni birga ko'rimiz deb qolsa, qechinglar. Darhol qechinglar. Oldi kayninglarga qaramay, ishdan nima ko'tamay qechinglar.